Xotin qo'li deydi. Ey, sen nima qilasan u gapni gapirishga? Sen nima haqqing bor? Nima uchun? O'zi haqiqiy mard erkak shu. Ishoning, haqiqiy mard erkak, jasur, bahodir. Lekin ayoli uni qo'rqitayotgandek bo'lib, bunda biri o'zini yo'liga solgandek ko'rinadi, lekin u erkak nikohdagi qabul qildim degan so'ziga sadoqat bilan muomala qilyapti ayol. U er kishi seni xotin qo'li degan gapingga ishonib, guldek ayoli 3-4 ta farzandidan kechib ketish kerakmi? Sen otalik qilasan? Yo'q. U tanlov bo'lgan. Alloh farzand bergan, endi yashash kerak. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hattoki ayollarning erkaliklarini ko'targanlar. Hazrati Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, kunlardan bir kuni habaslar bir sahnaga o'xshagan joyda tomosha ko'rsatardi. Men Rasulullohning yelkalariga dahanimni qo'yib uni kuzatib turardim. Ko'rib turimizda Rasululloh aytdilar, "Ko'r bo'ldingmi Oysha?" dedilar. Shunda Oysha yana ozgina ko'raylik. Yana birozdan keyin so'radilar, "Ko'r bo'ldingmi?" dedilar. Yana ozgina, keyingisiga endi ketamiz dedilar. Men ularni ko'rishga juda ishtiyoqman baland emas edi, ammo Rasululloh meni qanchalar yaxshi ko'rishlarini boshqalarga bildirgim keldi.